Jo'xa deyapman. Ha, nima deysan, uncha baqir-chaqir qilasan? Oriyada bitta jeton hushdan ketib qoldi. Yur, iltimos yordam ber. Men senga shifokorga o'xshayapmanmi yordam berishga? Shifokorlar ketib qolibdi qayergadir. O'sha uchun iltimos yur, yordam ber. Men yordam berishni bilmayman. Ba'zir qilamiz, yur iltimos. Ha, mayli yur, shu tomondami? Ha, shu tomonda, tezlash faqat iltimos. Xo'p, tezlashyapman mana. Tez yur, Jo'xa. Ha, mana kelyapman, shumi? Ha, shu. Nima bo'ldi bunga? Issiq ta'sir qildi shekilli, hushdan ketib qoldi. Ha, mayli, hozir nimadir qilaman. Xo'sh, hozir mana sun'iy nafas beramiz. Qani tur endi. Tepib turg'izaymikan ha? Yo'q, teppa, hozir aray turibdi issiqda. Ha, mayli, bu turish kerak. Sun'iy nafas berdim-ku. Men qayerdaman? Ana turdi, ko'rdingmi? Yo'q, Jo'xa, sen sehrgarmisan deb balo. Yo'q, jinnimisan, qanday sehrgar? Demak, sen toshni vrachsan, yo'q, shifokorsan. Yo'q, men hech qanaqa shifokor emasman. Men prosta birinchi yordam berishni bilardim-da. Ha, zo'r ekansan, qo'yil. Endi nimadir kasal bo'lsa senga aytamiz. Yo, shart emas, menga aytmanglar. Ko'rdingmi, zo'r dedi bu. Bo'pti, ketdi, yur endi uyiga boraylik. Indamasam bu jitel ruscha mana shifokor deb o'ylab vizivga chaqiradi yaqinda. Mana yerda bemor bor, tezroq kel qutqar deb qo'ymasin yana. Mayli nima bo'lsa bo'lsin, endi yordam beryapman-da, xafa bo'lmasin deb keyin yig'lab turib janob merga borib yordam so'ragandim, yordam bermadi desa, voy nima deyapman, deyapman, tamom bo'ladi. O'sha issiq ta'sir qilyapti menga ham bor. Qani quyosh, o'zi ham qoq tepamga kelgan ekan, mayli. Ana jitel ham o'zi ham issiqdan hushdan ketib qolgan ekan. Xotin qayerda ekan? Xotin yaxshimikan ish qilib, xotinga ham issiq ta'sir qilmadimi? Xotin nima eshiklarni ochib o'tiribsan? Sizni kelishingizni kutib o'tiribman, eshiklarni ochib. Men nima kutib o'tirasan? Meni kutib o'tirishing shart emas-ku. Shuncha vaqtdan beri kutib o'tiribman. Qani o'ylab ko'ringchi, nima uchun kutayotgan ekanman? Mayli, hech narsa qilmaydi. Vahima qilma, muhimi vahima kerak emas narsa, tushundingmi? Bo'ladi hammasi, asta-asta bo'laveradi, xo'pmi? Jo'xa, iltimos yordam ber. Nima bo'ldi? Jinnimisan? Nimasi ham uyimga hammang o'z xohishing bilan kirib kelaverasan? Xullas, xotinim meni kasal bo'lib qoldi. Yordam ber iltimos, Jo'xa, iltimos. Nima, siz hammani xotiniga yordam beraverasizmi? Qanaqa xotining kasal bo'la bormaydi? Yo'q, qo'rqmang, kelin, xotinimga qaramaydi, xotinim ham bunga qaramaydi. Xullas, bir-biriga vobshe qaramaydi, faqat yordam bersin. Boya bitta shetalga yordam bergan ekan. Mayli, yur, yordam beraman. Xotiniga qaramayman debman. Boraman o'sha xotinni davolayman, qaytib kelaman. Bo'pti, yaxshi o'tirib tur, xo'pmi? Doim shunaqa deb ko'chaga chiqib ketasiz, qaytib kelmaysiz keyin. Mayli, boravering. Vahima kerak emas narsa, hech narsa qilmaydi. Kelaman hozir 1 minutda. Nima bo'ldi o'zi xotiningga? Menga tushuntirib gapir. Xullas, birdaniga turmay qoldi. Nima deganing bu? Xullas, yotganda turmayapti. To'xta, yetib olay, men senga yugurib ketganini qaranglar. Sekinroq yur, xotiningni shunchalik yaxshi ko'rsam, nimamda uchib ketdi bu. Hozir yetib boray, to'xtab tur, to'xta. Xotining yotibdi-ku. O'sha turg'azish kerak. Hoy kelin, turing. Hoy kelin. Soat necha bo'ldi? Soatni ko'rib ayt xotiningga. Soat 9 bo'pti. Men sizga nima degandim? Nima deganding? Meni soat 12 ga uyg'otasiz deganmidim. Yaxshidimni-ku bu yog'i. Xotin, qizishma, hozir bu yerda mehmon bor, ko'ryapsanmi? Mehmon bor, rahmat Jo'xa sizga. Yaxshi ham bor ekansiz, men turg'izibsiz kelib. Jo'xa, rahmat, marhamat, ketaversang bo'ladi, rahmat kattakon, kelganing uchun. Mayli, faqat tinch o'tiringlar, xo'pmi? Mayli. Bo'pti. Xotin uryaptimi? Bekor kelib qo'ydimmi deyman. U xotin uxlab yotgan ekan, bu hushdan ketgan deb o'ylagan bilmayman. Oynani sindirdimi? Nima bo'ldi? Oynani sindiribdi. Oyna bilan urib o'ldirib qo'ymaydi. Mana oynani joyiga qo'yib qo'ydi. Yaxshi. Davay, jang ketyapti. Ur qobirg'asiga ur. Qochib ketdi, yashinib turayin, meni urmasin. Xotini chiqdi, quvib ketdi. Balon sakraganini qaranglar. Rostdan ketdi quvib. Stop. U jetel bu yoqqa ketdi, xotin nari tomon ketdi. Mayli, yo'qotib qo'ydi shekilli bir-birini, bo'pti. Yaxshi, tezroq uyga bora qolay, xotin kutib turgandir. Lekin tushunmadim. Nimaga hammasi meni yordamga chaqiryapti shifokorlar? Qayerda ekan? Ketdim balinsaga bir borib kelayin. Menimcha shifokorlar nimagadir yo'q bo'lib qolganmi, yo qayergadir ketib borganmi, dam olishga chiqqanmi? Hammasiga menga yordam ber, xotinimga bunaqa bo'ldi, erimga bunaqa bo'ldi, palonchiga bunaqa bo'ldi, pistonchiga bunaqa bo'ldi. Xullas hammasi menga hamshira qani? Voy hamshira, qani siz yoshinib oldingizmi? Yo'q-ku. Qayoqqa ketding, tepaga yashirdimki? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Menimcha shifokor yoniga kirgan shekilli. Taq, ochil. Buni ochil deb o'tiramanmi? Ochiq-ku o'zi. Brat, hech kim yo'q-ku bu yerda. Tushunmadim.
qayergadir ketgan rostdan ham shifokorlar. Menimcha ular janob merni yoniga borgan bo'lishi mumkin. Chunki janob mer doim shifokorlarni, keyin mayadagi milisani, shunaqa ishda ishlaydiganlarni chaqirib olib turib majlis qilardi. Bugun ham demak majlis bo'ladigan kun ekan, janob mer chaqirib olgan bo'lishi mumkin. Hozir boraman-da janob merdan so'rayman. Nimaga chaqirib oldingiz? Qanaqa chaqirib oldingiz? Chaqirib oldingiz, ishlar qolib ketyapti. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, qalaysan Jo'xa, yaxshimisan? Ha, rahmat, o'zim yaxshimisiz? Ha, bo'ladi, tinchmisan? Yangilik bormi? Yo'q, yangilikka vaqti qo'yayotganlaring yo'q o'zi. Ha, bo'pti, qo'yamiz bu gal. Ha, mayli. Bitta narsa so'ragani kelganim sizdan. Nima narsani? Xullas, anavi shifoxonadagi doktorlar qayerga ketdi? Ha, ular davolanishga ketdi. Ular o'zi doktor bo'lsa, yana davolanishga ketami? Ha, ularga emlash o'tkazilgan ekan, o'shanga ketishdi. Ha, tushunarli, lekin jetellarni ko'pi issiqda uxlab qolyapti, ba'zilari hushdan ketyapti. Shularga yordam berib yuribman. O'zim aytdim, shifokorlar yo'q deb. Ha, o'shalar vaksina oladi, qaytib keladi. Sen qo'lingda kelgancha yordam berib tur, maylimi? Mayli unda. Faqat bir ikkitasini davolay olmayapman. O'shanga mendan emasdan nimadir bo'lib qolsa. Mayli, o'zidan. Siz nima bitta gapni 2 marta qaytaryapsiz? Senga nima? Sizga ham issiq ta'sir qildimi deyman-a? Ha, shunaqa shekilli. Oho, vashshe, to'xtang, men issig'ingizni ko'rayda. Oho, 46 gradus bo'lib yotibdi-yu, qanday bunday issiqqa erishdingiz? Bilmasam, shunaqa bo'lib qoldi. Ha, bo'pti, mayli. Menga ham ta'sir qilyapti. Bo'pti, janob mer, men ketdim, qarochi. Siz yoningizda tursam, menga ham shunaqa kasallik yuqib qolmasin yana. Qanasiga bunchalik issiq bo'lyapti quyosh mana. Hozir mana yoqda turgan emasmidi? Quyosh yuryaptimi o'zi? Yo, bitta joyda turibdimi-ekan? Qani, yuryapti-yu asta-asta. Bilmadim. Menimcha rostdan ham yomon issiq bo'lyapti shekilli. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, kejoqa. Qanaqa ichimlik beray? Ichimlikka kelganim yo'q men. Nimaga kelding unda? Ahvollari joyidami deb so'ragani keldim. Pakashda bir kunlik shifokorman qishloqda. Ha, tushunarli. Sal issiq ta'sir qilyapti shekilli, boshim aylangandan hammadan ichimlik kerakmi deb so'rayapman. Bu boshingiz aylanganidan emas, o'zi hammaga bu ob-havoda ichimlik kerak, boshqa narsa kerak emas. Unda yaxshi ekanman. Ha, mayli, unda nimadir bo'lib qolsa telefon qilarsiz desam, telefonim ham yo'q. Baqirsangiz yetib kelaman, bo'ptimi? Mayli, rahmat Jo'xa. Arzimaydi. Ha, jetel, nima gap? Jo'xa, shu desang burnim qonadi. Rostdanmi? Ha, rostdan. Yomon bo'pti-ku, to'xtamay havo olmasin. Birat, havo olmasin derazingizni ochib qo'ydim. Rahmat. Arzimaydi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin paxta qo'ydim. Keyinchi Yana paxta qo'ydim. keyinchi Paxta qo'ygan befoyda ekan. nimaga? Men qo'ygan paxtalar bunaqa bo'ldi. Qanaqa bo'ldi? Burinim, sen zo'rsan, sendan zo'ri yo'q. Tentak unaqa paxta qo'ymaydi. Paxta u oq paxtadan qo'yish kerak edi. Sen u gapirib paxta qo'yganing bo'lmaydi. Ha, men aytdim, bu bo'lmayapti deb, lekin ChatGPTdan so'raganda paxta qo'y dedi. ChatGPTdan so'radingmi shuni ham? Ha, so'radim. Men hamma narsani so'rayman. Anaqa kirib chiqishni ham so'raysanmi? Qayoqqa? VSga. Hali so'ramabman lekin. So'ra, ana shuni ham so'rab ko'r, ana shuni ham aytadi. Вообще bular bor hamma narsani ChatGPTdan so'raydigan bo'lib qolgan. Shu hayotini ChatGPT bilan bog'lab qo'yishgan. Hayronman, bor u ChatGPTsiz yashab bo'lmaydimi? Nima balo? Bo'pti, hozir uyga kirib bir ikkita ishlar bor. O'zi bitta ish bor, shu ishni bajara olmayapman. Bo'pti, shuni bajarishga harakat qilib ko'rayda hozir. Kun bo'yi vaqtim jetellar bilan shu janob mer bilan o'tib ketyapti. Tushunmadim. Jetel qo'lda nima bor edi? Qanaqa jetel edi u? Hayronman bor. Assalomu alaykum jetellar. Va alaykum, Jo'xa, nima sen men joyimda shifokorlik qilib yuribsan? Shifokorlik qilganim yaxshi emasmi? Yo'q, yaxshi emas, chunki men ishimni beliga tepayapsan. Bo'pti, shifokorlik qilmayman. Sen nima qilyapsan bu yerda? Men bemorman, meni olib keldi, seni pichoq ushlab tur deb. Tushunarli. Nima qilmoqsizlar o'zi? Biz sen qo'rqitgani kelgandik, tushunyapsanmi? Tushunyapman, lekin ana jetellar qo'lda nima pichoq bor? Ularga ham berib qo'ydim seni qo'rqitish uchun. Jinnimisan? Men nabar yordam berayotgandim-ku. Bilmayman, xullas janob mer aytib polizlar yig'ishtirib bor ekan. Bo'pti, qaytib shifokorlik qilma. Mayli, boyagi jetel qani? Qayergadir ketib shekilli. Qanaqasiga menga bunaqangi pichoqlarni o'qtalib shifokorlik qilma deyish mumkin.
Jinnimi bu jetellar? Ha, mayli, jinni bo'lib qo'ygan rostdan ham. Mayli, polis ekinlarni janob merga olib borib beray. Obbo, rostdan ham qo'ymas ekan, bor janob meram. Har doim shu bir nimadir reja o'ylab topgan paytim, "Oy, qochib turay, nima qilyapsan? Qani qo'lingda pichoq." Tashaq pichoq bilan o'ynashma, tushundingmi? Yosh bolaga pichoq berish mumkin emas o'zi. Kim senga pichoq berib qo'ydi? Shifokor berdi dedi bu. Bu shifokor senga nimaga berdi? Hozir o'ldirib qo'yaman bu yoqda. Bor, uzoqda o'yna. Meni polisimga yaqinlashma. Ayniqsa pichoq bilan yaqinlashma. Nima qilyapti? Politsiya, qanaqa politsiya, shifokorlar o'zlari pichoq berib qo'yapti. Agar biror joyini kesib olsa, mana bemor keyin shu bilan vahshiy bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Ular shifokor bo'lib turib, lekin bunaqa ishlarga o'zlari hissa qo'shayotgani uchun ularni qamab qo'yish kerak. Bor, politsiyaga hozir ustidan yozib beraymikin? Yo'q, kirish emasman-ku, lekin baribir yozish kerak, chunki bunaqa yomon ish qilmaslik kerak. Ular bo'lsa shunaqa yomon ishlar qilib tashyapti. To'xtalib, ko'p ekib bordim. Buni joyi kartoshka ekish kerak. Bug'doydan unchalik ko'p foyda yo'q. Kartoshka normalroq. Kartoshkani yesa bo'ladi. Nima, bug'doy yeb bo'lmaydimi desanglar, bug'doylikcha yeb bo'lmaydi-da. Bug'doyni nonga aylantirib, unga aylantirib yesa bo'ladi. Xotin kutib tur, hozir bir ikkita ishlar bor, o'shalar hal qilib kelib qo'yishmayapti, ko'ryapsan. Tak, hozir bularni qo'yaman joyiga va chotga. Ana endi olib topshiraman. Sen hali pichoqni qo'ymadingmi? Yo'q, yopishib qolgan qo'limga. Nima yopishib qoladi? Kilaylaganmisan? Olib tasha qo'lingdan. Mayli, hozir olib tashlayman. Bo'pti, olib tasha, lekin pichoq bilan o'ynashma ikkinchi marta. Sen nima qilyapsan yana? Men politsiya bo'lmayapman. Qanaqa politsiya? Shifokor bo'lmayapman dedim-ku. Endi bo'lib qolmagin deb yana ogohlantirgani keldim. Bo'lmayman, xavotir olma, ketaver bemalol. Bo'lmayman. Bo'pti-da, agar bo'lib ko'rchi, qayda keyin ko'rasan meni. Bo'lmayman dedim, tushunyapsanmi? O'zbek tilida gapiryapman senga. Bo'lmayman. Bo'ldi, o'zing shifokor bo'laver bemalol. Bo'pti, lekin qarada, yomon bo'ladi. Mayli, ana jetellarga pichoqni tashasin u. Jinnimisan, birortasi biror joyini kesib qo'ysa dabdala. Mayli, aytaman, bo'pti, boraver. Ha, mayli, agar birortasi rostdan ham biror joyini kesadigan bo'lsa bormi? Obunachilar vashchiras. Obbo, hozir mendan ko'radi. Voy, qana ketib qopti hammani ichiga, lekin mana bu yaramaslar pichoq ushlovga. Hammasida qo'lda pichoq. Menga qarab pichoqlarni tashalaring, birortani biror joyini biror nima qo'ysang, dabdala bo'lasanlar. Qo'rqma, vahima qilma, hech narsa qilmaydi. Mayli-da, ko'rlaring, lekin men senlarga yordam bermayman keyin. Chunki hozir men o'sha janob mer ham qo'lim pichoq ushlab olganmi, nima balo? Nima bo'lyapti? Janob mer, nima qo'lingizga pichoq ushlab oldingiz? Ana shifokor aytdi, ushlab turing deb. O'tkir tig'li narsa bo'lsa, nima qo'lingizga ushlab oldingiz? Tashlab yuboring, Ushlab turay, aka. Ushlab turing, zo'r bo'ladi dedi. Nima zo'r bo'lar ekan? Bilmayman, nima kelding? Polis ekinlarni olib kelsin degan ekansiz shifokorga. Aytgandim, olib keldingmi? Olib keldim. Mana joyiga qo'ydim. Yaxshi, yangilikdan darak bormi? Yo'q, yangilik umuman yo'q. Yangilik qilmaymiz. Nima yangilik qilmaysan? Qilmaymiz, tushundingizmi? Vobshe yangilik qilmaymiz. Ketdim men. Unaqa asabiylashma. Asabiylashma, vobshe yangilik umuman yo'q, ketdim. Qishloqda ko'chib ketaymi? Nimaga ko'chib ketsan? Prosta takka, umuman yashagim kelmayapti bu qishloqda. Xohlasang yashama, xohlasang yasha, o'zing bilasan lekin. Yashamayman, ketdim bu qishloqda. Yangilik qilmaymiz, eshitdingizmi? Hammaga ayting butun qishloqqa. Nima, kasalmisan? Qanasiga kasal, vaqt bo'lyaptimi? Qarashga vaqt bo'lmaydi. Vaqt kun bo'yi vaqt bor. Bo'pti, mayli, men sizni buyuring, nima ish qilay? Vaqtim vobshe yo'q men. Короче, ish qilaman kun bo'yi. Tushundingizmi? Umuman yangilik yo'q. Bo'lmasa borganda menga bitta nima olib keldi? Nima edi? Kokteyl olib kel, issiqda ketadi-yu. Mayli, olib kelaman hozir. Obbo. Yangilik haqida so'raydi yana. Ish buyurgandan keyin qanday yangilik bo'lsin? Ishlarni qilib yuraymi, yangilikka harakat qilaymi? Bitta kokteyl berib yuboring.